Gagarin Gornalogning ro'parasi unitajli novostroykamizning 8-etajdan 3 xonali lyuks kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Bu kvartiramiz 74 kvadratdan iborat bo'ladi. Uyimizni qisqacha obzorlarini qilib chiqib va narxlarni ham oxirida aytib o'tamiz. Bu yer uyimizning yotoqxonasi kattalar uchun. Va bu yer uyimizning kirib kelish hovli qismi bo'ladi, ichidan kirish. Umni eshiklar qo'yilgan. Va bu yerda uyimizning mehmonxona qismi va oshxona qismi. Oshxonadan kir yuvish mashinasi va xolodilniklar o'rnatib qo'yilgan. Va bu tomonda esa bolajonlar uchun yotoqxona va uyimizning общий sanuzeli. Bu uyimizning narxiga keladigan bo'lsak 91 ming va yana savdosi ham bor. Bu uyimiz kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqasizlar, bizni kuzatishda davom eting.